Mana do'stlar, Andijondagi qora jo'jalarimiz. Bunaqa kattalari ham bor, mana bunaqa kichkinalari ham bor. Bu yerda 5 ta, 40 taga yaqin bor. O'xshay. Ikki oyliklar. Hamda 1 oyliklar. Mana kattasi 2 oyliklar, mana 1 oyliklar. Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston bo'ylab YouTube Mah. Sizlarga yana bir bor salom beramiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yib, qo'llab-quvvatlab qo'yinglar. Biz yangimiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Jo'jalarimiz ancha katta bo'lib qoldi. Sizlar uchun vaqt Kanalimizga obuna bo'lib ozroq bo'lsa ham syomka qildik. Mana bu 13 tamikin 2 oy atrofidagi katta jersmikin degan katta zotdor 13 dona katta zotdor tovuq jo'jalarimiz bor. Ularda biz 18 kichkina ham urishyapti bularni. 15 tacha olib kelganimizda qolganlar o'lib qolgan. Biz birinchi jo'ja baqishimiz bo'lgan. U keyingi yonida yurgan kichkina 20 dona u. 30 tacha tuxum qo'yganmiz inkubatorga o'zimiz tuxumini olib. Hamda 26 ta ochib chiqqan. Undan 6 tasi o'lib qolgan, 20 ta qolgan. Uni zoti boshqa kichkinalardi, 1 oylik atrofida bo'lib qoldi. Ularning zoti hashakroq. 20 dona bor. Mana kattalari 13 dona bor. Ularning zoti boshqa. Biz yangimiz, unchalik bilib olmaymiz, lekin mana qiziqib, lekin ulardan sotish niyat yo'q. Xo'p, endi yana katta tovuqlarimiz ham bor. Ularni ham hosilarini ko'rsatib o'tamiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, muhimi bitta like bosib qo'ysanglar juda minnatdor bo'lamiz. Bizni qo'llayapsizlar degan umiddamiz. Mana kunlar isib, quyoshlar chiqib, o'riklar gulladi, maysalar chiqib, mana ko'k o't yeyishga o'tdi hayvonlar. Videomizni kuzatinglar oxirigacha. Mana katta tuxumdagi tovuqlar chiqadi, bitta xo'rozimiz bor, yana yaponga o'xshagan narsalar bor. Xullas hammaga rahmat, charchamanglar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar juda ham xursand bo'lar edik. Bunaqa videolarni tez qo'yib turishligimiz uchun kommentariyada o'z fikringizni yozib ketinglar. Bundan tashqari mana katta tovuqlarimiz ham bor. Bular tuxumda 3 ta ekan, bularga xo'roz kerak. Bu oddiy hashak xo'roz. U hali yosh, endi qichqirishni boshladi. Mana bu joyda bitta kichkina yaponmi, nimadir bitta narsa ham bor. Shu kichkinagina bitta fermachamiz. Mana. Kanalga obuna bo'lib qo'yamiz, bittadan like bosib qo'yamiz.